Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon Uçuk Söhbet programımızdan yeni bir sahne bilen huzuruna turuptuk. Uzun yıllardan buyon albatta xilma-xil temalarda, xilma-xil sahalardagi mutaxassislarimizni, siyosatchilarimizni taklif qilib, suhbat qilib kelyapmiz. Bugun bu tunning e'lonimizni bergandek Hindiston Xitoy to'qinishi, surkilishi uzun yillardan buyon davomlashayotgan bu masalani ve bunun Şarkı Türkistan'a ko'rsatilgan ta'sirini biraz tafsili holatda bir paranglashib o'tayli deb e'lon berdik. Qimmatlik bugungi programmamizda ikki mehmonimiz var. Aldı bilan birinci mehmonimiz Shivsiyadan Nijat Turg'un efendim. Şarkı Türkistan, Xalqaro Şarkı Türkistan Tashkilotlar Birligining Yevropa Tashqi ishlar mas'uli Nijat Turg'un efendim Shivsiyadan qatnashyapti ve yan bir mehmonimiz Kanada'daki siyasi faaliyetçi, tadqiqotchi Ruqiya Xonimdi. Birazdan keyin inşallah programımız qatnashadi. Programımız, qadrli ko'rmanlarimiz programımız naq maydondan YouTube ve Facebook kanallarımız orqali tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositasida aloqa vositamiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Albatta bugün saat asli 5'te e'lon qildik programmamizning boshlanish vaqtini biraz hem mehmonimizning yo'lda qolganlik sababli ham ba'zi texnik sabablar tufaylidan kechikib qoldik. Bu sababdan kechirim so'raymiz. Unda bo'lsa bevosita programmamizga kirib ketsak, hurmatli ko'ruvchilarimiz. Nijat efendim, oldi bilan albatta bu Hindiston Xitoy munosabati to'qinishi uzun yillik bir to'qinish. Bugun biz ko'ruvchilarimizga biraz tafsili holatda albatta eng oxirida şu 9 dekabrda yana bir to'qinish yuz berdi. Şu Arunachal Pradeshda Xitoy Hindiston askarlari o'rtasida to'qinish yuz berdi. Bu albatta ilgirimi o'tgan yilmi Galvan vazisi 20dan ko'proq Hindiston askarining o'lgan, Xitoy tarafdan o'lgan shaklda bir to'qinish yuz bergandi. Shunday davomli holatda surkilish tugmay davom qilyapti. Bunu biz oldi bilan yangi masalaga kirishdan burun şu xaritaga qarab turib tushunadigan asosda bu xaritalar kim tarafidan sezildi? Shu nuqtadan boshlab bu to'qinishning asli manbasidan boshlab bir tushuncha bergan bo'lsak ko'rilmalarimizga. Qani marhamat. Amelinga rahmat. Oldidan bu programmani o'rlashtirgan Istiqlal televiziyasiga rahmat. Oldidan bu xaritaga qarasak, bu xarita 3 tane amdaq bo'lakka bo'lingan. Eğer haritini açalsanlar. Bu harita şu İngilizler bu aynı davardaki Büyük Britanya İmparatorluğu Hindistan taşlap çıkıp ketken çağda bu Hindistan Xitay çigrası oturusda 3 rayonga bilingen bir haritini çigranı belgilep koyup çıkıp gidik. Mesela Miyadaki garip taraftan gelsek bizden Şarkı Türkistan'ı tutuştuğun bir yerde Hindistan'a tava rayon var. Keşmir rayonu. Ayanda yukarı tarafta şimalda Pakistan'ın ve Keşmir rayonu, andaki bizim vatan taraftaki. On taraf olsa şerq tarafta olsa bir yerde Aksay içindeyimiz. Bu yerdeki bu hazır Xitayga tevezzimin emdi. Bu yerde birinci rayonu dep ataydı bu çigranınki. İkincisi oturusda bu Nepal bilen Bhutan'ın oturusdaki Sikkim rayonu deydiğim bu ikinci bir çigra rayonu var bularınki. Üçüncü rayon olsa bu Tibet'ninki aslında Cenab-ı rayondaki Arunachal deydiğen bir rayon var. Bu üçlü rayonunki özgüçe emmesininki bu Xitay'la bu Hindistan'ın oturustaki uzun yıllık bu iki devlet kurulğanda başlayıp uzun yıllık alakası da izcil bu tokunuşlar bu nimeler bulup gelindi. Desepte bunu tinç usulü bilen 5 türlük tenis gelişim bilen 5 maddelik tenis gelişimde ayal kılıp bu yani uğraşmayı diyaloguyla ayal kılımız hep Nehru devrinde şunda deyilgenler oldu ki absus bunda bu 1962'de uğraşık kirdiği bir yerdeki sebepten ta ki bugüne kadar bu neyse her xil yollar olan bulunsun, meyli siyasi diplomasiya olsun, meyli askeri cihetlerden olsun bu el bulunup kitemmigen bir qep qalğan uzun mezgillik bir çigra meselesi bu kaldı. Yani küçük devletlerin aksince bugün dünyanın halkara siyasi seknestiki ikinci çoğun iktisadi güçü bilen dünyanın 5. çoğun iktisadi güçü boğan şundaqla ikili yadro devletki ega boğan iki devletinin oturusiki bir davam kılıp atkan çigra meselesi bulup kaldı.
Bunun qo'shilib ikki davlatning o'rtasida albatta boshqa sohalardami raqobatlashayotgan sohalar bor. Masalan, texnologiya, tijorat va iqtisod degandek sohalarda. Xo'sh. Demak, bu xaritlar o'z vaqtida Angliya sizgan bir xaritdami shu rayonniki kelgusidimi? To'g'ri. Bir to'qinish chiqarish uchun, ya'ni nurg'un analizlar bor ekan bu to'g'risida albatta. Xo'sh, nurg'un Afrika nimasi qarayli, mayli O'rta Osiyoninki bugungi yer chizilgan davlat nima chegaralar qarasaqmi? Masalan, O'zbekistonda ba'zi nimalar bor, ama Qoraqalpoqlar degandek. Masalan, Qirg'iziston tarafda o'zbeklarning kesib qo'ygan rayonlar bir-birisining xalqini bir-birisiga o'tkazib qo'ygan. Andan keyin aniqsiz bo'lmagan chegaralar, burun birisining zaminini yana birisiga berib o'tgan. Shu kelgusida bular gerçi tashlab imperial kuchlar bularni tashlab mustaqil bo'lishga nima qilib ketgan bo'lsa-mu, ammo bularni kelgusida sizlar degan hozir degandek bularning ichidan bir to'qinish, chegara to'qinishi chiqish orqali bularning ishlariga aralasha oladigan bir imkoniyatning ishkini ichib qo'yib chiqib ketgan bir xaritalarda unda imperial zihniyatninki mevasi deb qarasak to'g'riroq bo'ldi. Xo'sh. Nega ben de ma'lum shu ikki davlatning Hindiston bilan bu rayondagi Hindiston bilan Xitoyninki manfaatlarning bu rayondagi davomliqmi shu to'qinish asosliq masalan manfaatlarini qaysini sanay olamiz bu yerda? Birinci bu Aksay Çin'ninki nimisi qarsak bu Xitoy üçün mühim bir rayon. Hindiston üçün mühim rayon. Mesela Xitoy üçün Xitoy üçünkini qarsak mesela Xitoy bu yerga to'liq ega bo'lib nima qilgandan keyin endi bu yerga bunda qarsak yangi Dehliga nihoyat yaqin endi-ku. Xo'sh. Bu 80 kilometr atrofida keldik taxminan. Andan keyin bu yerdagi egizlik bo'lgandan keyin bu yanda men askariy bir to'qinish bo'lgan chaqda ustunlik bilan pastga atalaydigan mundaq bir nima chiqdi endi bu yandan. Andan keyin strategiyalik bir o'rin ahamiyatiga ega bo'ldi Hindistonning chegarasiga nimasiga. Hindiston bilan Xitoyning bo'lgan nimasida geopolitik raqobatda bir qozonish bo'ladi Xitoy uchun. Endi Sikkim rayonlarga qarasak bu yerda Tibet bilan Bhutan bilan Nepalning nimalar roli bor. Bu ikkisining o'rtasidan kesiblamki mundaq qilgan bir rayon. Bu rayondan sal xaritaga tushib qarasaqmi, buningdan bevosita bir dengizga chiqish bir imkoniyati bor. Aha. Bu dunyoga yan bir xaritadami bu? Muşu xaritadan bamdaq o'rtasida kichik bir rayonda bundaq qarsaqlam bu tezdamki dengizga chiqish ulushish imkoniyatiga erishadi masalan-chu. Kichik Sikkim rayonida bunda chiqsaq. Andan mavu Arunachal degan bu yermi cho'ng xarita nimasi. Bu yandanmi nim qilsaq bu yandanmi masalan bu yerning nimasida qanday bir o'zgarishlik bor degan chaqda birisi geopolitik nuqtadan andan keyin bu yermi dengizga ichilish yo'liga bir ish ochadigan nuqtalarning birisi, rayonning birisi. Andan keyin bu yerning suv kontrollik nimasi bor. Xitoyninki shu rayonni kontrol qilish bilan birga bu suv kontrollikni ustunlik olgan bir nimasi alaylik bor. Ustunlik va Hindiston bilan bo'lgan munosabatda. Bu yerda Hindistonning 7 dona suyi shu Xitoyninki shu dengizlardan, nimada daryolardan o'tib Tibet orqali shu Hindistonga kiradi bu chegara orqali-chu. Xo'sh. Şu sebepten Xitoyda xolisi Hindistonning suyini kesib, Hindiston bilan qo'shib yana 7 davlatninki suyiga suyini qisish imkoniyati bor. Xolisi Hindistonning suyini kengroq ichib, bu daryolarning nimalarning suyini kengroq ichib, bu davlatlarda kelkin keltirish va suv nim qilish ustunligi bor endi. Endi bu Xitoyga umumiy bu talashayotgan zamonlar Xitoy uchun nihoyat yuqori bir siyasi ve geostrategik aletde bir üstünlükni olib keladi. Ama Hindiston bu zamonlarni bu chegaralarni Xitoyga to'liq tatqizib qo'ygan chaqda Hindiston uchun yaxshi emas bu narsa-chu. Hindiston bir kuchayotgan, taraqqiy qilayotgan cho'ng bir iqtisodiy kuch. Uning ustiga Hindistonning Xitoy bilan tengdagidek nupusi 1,5 milliardga yaqin. Bu Hindistondek bir kuchayotgan bir davlat uchun mayli geopolitik jihatdan bo'lsin, mayli askariy cihetli bo'lsin ve özünki energiya manbasi jihatdan bo'lsinmi, bu Hindistonni töven o'ringa tushirib qo'ydi bu. O'zini, ya'ni Xitoyga bir beqinlik qilib qo'ydigan holatga kelib qoldigan gap. Shunga Hindistonmi izchil holatda bu chegaradan voz kechmay buni olaman deyishningki sababdir shu. Xitoymi shu o'ziniki
büyük Cahangir devlet bilemen degen iş üçün bu yerleki rayonlarni çokum to'liq o'zini kontrolga qilish kerak va bu yerdan g'arb dengizga merdiki dengiz rayonlariga tushalaydigan bo'lish kerak chunki o xitoyning sharq tarafi va sharq janubiy xitoy dengiz taraflaridan bo'lsa amerikaniki u yanda yaponiya koreya past tarafda tayvanda harbiy qismlari bo'lg'achqa yana xitoy u yerda kengayishcha qilyapti albatta ammo endi bir yerda qarshi bir qo'rshoq bir kuch borda qo'rshab olgan ama bu yerdeki içilgandan keyin Xitoyning bu dengizlarga içilishi yana bir içili tanlash yo'li bo'ludi. Bu orqali Xitoy o'zining tijoratini va kengaymichilik siyosatini yaxshi va rahat qila oladigan gap. Xo'sh. Necha man shu masalalarga albatta mayli bu 9 dekabrda chiqqan masalalar olsun, undan ilgirki olsun, bo'libmi o'tgan yil bu Galvan vaziyatga askari Hindistonning askarlari ko'p askari o'ldirilgan. Bu to'qinishdan keyin bo'lsin davomli holatda hozirgi Hindistonning bosh ministri Modininki Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda Xitoyga ravurus shaklda jiddiy muomala qilmayotganligi Xitoyninki bu yerdagi bu rayondagi jinoyatlarni yepish uchun harakat qilayotganligini Hindistondagi o'qituvchi partiyalar bo'lsin, xalq bo'lsin, nihoyatda jiddiy tilga olyapti. Bu Modi hukumatiniki buncha masalalarga sukut qilishi nima uchun sizce? Menimce Modi'nin sükut qilishi nurg'un sebepler var deb o'ylayman. Çünkü Modi o'zining vatanini suydigan bir millatchi partiyaninki bir rahbari aslida. Xo'sh. Uning siyosiy ideologiyasi aşkari bir ulusçuluk, aşkari bir Indiya nemini vatanperverlik nimasidan qilgan bir partiyaninki vakili bo'lgandan keyin bu albatta o'zining vatani uchun nurg'un nimalarni qiladi. Ama bunun bundaq biraz çekingen holatdagi diplomatik pozitsiyani tutishning sabablarining birisi bo'lsa, birisi bunun nurg'un qatim ifodalagan biz oldi bilan to'qinishga emas, o'zimizning qobiliyatini kuchlantirishga tayyorlik qilishimiz kerak debchi. Ya'ni kelgusi chiqadigan chiqish ehtimoli bo'lgan bu to'qinishlarninki Hindiston o'zining siyosiy, askariy, diplomatiya va texnologiya sohasidagi har qaysi kuchlarni, ya'ni davlatninki universal, davlatninki ommaviy umumiy kuchini, Xo'sh. Davlat umumiy kuchini kuchlantirish orqali Xitoy bilan bo'lgan to'qinishda ustunlikka erishish. Chunki Hindistonning mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli harbiy texnologiya jihatdan bo'lsin, uningda harbiy nimaga ajratayotgan xarajat bo'lsin, Xitoydan ojizroq keladi. Bu sebepten mi mesela Hindistan'ın yeni bir tayyorlik qilayotgan narsasi mesela kuvat nimasiga kirdi mesela Amerika olsun, Avustraliya olsun, anki Yaponiya töti birlikte bir yerdeki şekillengen Xitoy tehdidiga qarshi o'rtaq taqobil turish nimasining ichida bor Hindistonmi? Gerçi bu ko'zlagandek unda tez bir taraqqiyotga bormagan bo'lsa-mu, ammo Hindiston mayli bunga kirish olsun, mayli o'zining davlat ishidagi kuchlarni kuchlantirish bo'lsin ve onundan başka Amerika ile bo'lgan stratejik hamkorligini kuchaytirish bilan bo'lsin. Bu yerdan oladigan qurollar, texnologiya, diplomatik Amerika ve G'arb boshliq davlatlarning diplomatik qo'llashlari, onundan başka Rossiya taraf bilan bo'lgan yaxshi bir hamkorlik bor. İsrailiya bilan bor. Rossiyadan aldıgan texnologiya jihatdagi ve İsrailiya'dan aldıgan texnologiya jihatdagi imkoniyatlar bu Hindistanning Modining bo'lsin, hech qachon eliqi sukut qilishninki bekor emasligi bularningmi astiratdan o'zining kuchini kuchlantirish taqobil bu Xitoy tehdidiga qarshi, bu yerdagi to'qinishga qarshi tayyorlikning bo'layotganligining ifodasi. Endi bu yerdagi xalqninki eliqi muxolifatchi partiyalarniki bunday qilish albatta ichki siyosatda bularmi Modining bunday jim turish orqali ig'ir salmoqlik bilan muomalasini ayiblash orqali o'zininki ichki siyosatdagi ovozini xalqdan oldigan nimasini kuchlantirishninki bir ifodasi deb tushunsak bo'ladi. Amaliyotda Hindiston izchil turda bu narsaga Xitoy tahdidiga, bu rayonga va chegaradagi nimaga javob berish uchun izchil tayyorlik qilib kelganlik. Xo'sh. Masalan, Hindistonning mishada bir kichik narsa aytib qo'yay. O'tganda isim xatolashmasam 60 dan ortiq Xitoyninki aplarını chekladi. Shu chegara nimasida ishlayotgan harbiylarninki, davlat xodimlarininki bu aplarni ishlatishni cheklash orqali Xitoyning bu yerda keng ko'lamli istixborot uchurlarini yig'ishning oldini olish uchun Hindiston hukumati chekladi.
Mesela bu mu bir texnologiyalik jihatdagi töven orunga tushib qolmaslik va uchurlarningki Xitoylarning asallamki bu uchurlarga erishmasligining oldinlashini ko'rsatib berganligining bir ifodasi. Xo'sh, xo'sh. Bu rayonda hozir masalan davomli xabarlarimizni beryapmiz. Hindiston bilan Xitoyniki davomli mana to'qinish chiqqan vaqtida her iki tarafdan ciddi şekilde asker o'rlashtirayotganligini rayonga xabarlarda ko'plab ko'ramiz. Hozir bu chegara rayonlarda muqim, ya'ni qanchalik Hindistondan qanchalik Xitoydan qanchalik harbiy asker bor bu yerda? Men ko'rgan oxirgi narsalarda Xitoy tarafdan bir 60 mingdan atrofida bir askar nim qolliqni bilaman. Taxminan bu chegara atroflariga. Andan keyin Xitoy Hindistonniki 50 mingdan ortiq chegara yo'llaganlik nimasi bor bu chegara rayonlarga uchun. Bu yerlarda har xil logistik, askeriy tayyorlik va boshqa xizmatlarda bo'linayotgan. Yani bu nimani tushuntirdi degan chaqda bu ikkili tarafdanki bu uch chegara rayoniga favqulodda yuqori ahamiyat berayotganligi va qandaq bir bu to'qinishlarningki kelib chiqayotgan, uzluksiz kelib chiqayotgan bu to'qinishlarningki oldini olishga va buni eng yaxshi shaklda ustunlik bilan buni hal qilishga tirishayotganligini ko'ramiz buning uchun. Endi bu yerda Mandamı sual kelishi mumkin, unda olsa bular urushga kirishib ketamdi deb bir savollar kelishi mumkin. Xo'sh. Desa, uning mas'ul bilan javob bersak bo'ldi deb o'ylayman. Ikki taraf urushga bugun tayyormi masalan-chu. Ikkili tarafning masalan iqtisodiy kuchli Xitoy dunyoning ikkinchi chong iqtisodidir, Hindiston 5-o'rindagi iqtisodidir. Xitoy o'zining zaten Tayvan bo'g'izini, Tayvan orolini elishni özgü bir nima qilyapti. Shu oldimizgi necha yilda cho'qim olamiz deydigan bir abidi shakliga keltirdi masalan. Bunda bir vaqtda Hindiston bilan bir uchuq urushga kirishi Xitoyning Tayvanni qo'lga olishiga buni kechiktirayotdi, buningga to'solg'u bo'ldi. Chunki Hindiston cho'ng bir davlat, xilijiq askariy kuchi bor Hindistonniki. Undaq bir asonlam Xitoy necha kun ichida tez hal qilolmaydi. Hindiston gerçi askeri sahada, iqtisodiy, ticari sahada Xitoydan aciz o'rinda bo'lsa, ama Hindiston urush boshlanib nima bo'lgan deb qolsa, G'arb dunyosining yordamini olish imkoniyati bor. Chunki Hindistonning davlat qurilmasi, davlat apparatı demokratik davlat sistemasini asos qilgan holatdagi bir davlat nimasi bor, apparatları var. Bu hamda bularni Hindistonning G'arb dunyosiga yaqinlashtirib va nurg'un narsada oson kelishalaydi. Şuna o taraftan Hindiston, Xitoy mu G'arb dunyosiga bir tekte shakllantirayotgan bir kuch. Bu sebepten bu ishga urush kirib qolsa-mu Xitoy faqat Hindiston bilan emas, Hindistonning qo'llovchi davlatlari bilan bunda bir to'qinishadigan bir reallikni ko'ra olamiz. Undan keyin bular yana uningdan boshqa urush nimasi, kuch nimasini selishtirishdan boshqa bular yana boshqa nurg'un yerlarda birga o'tirdi masalan. Masalan İşkilisi Şanghay Hamkorlik Teşkilatı'nınki a'zo davlatları. Anandaki mavu nemininki mi a'zosi, bular BRICS deb mavu tez taraqqiy qilayotgan cho'ng Xitoy, Hindiston, Rossiya, Braziliya, Janubiy Afrika bu 5 davlatning birligi bor. Buninki mi kelishim nimasi? Bu yerda mi nurg'un hamkorliklar bor. Anandaki Xitoy, Rossiya va Hindiston uchininki mi bir o'zaro 3 bo'lonliq bir şekilde üstülü var. Bunu mu bir yerlerden buluyordu. Nurg'un sahalarda bular birlikte hareket kıldı ama bu mesele gerçi bular nurg'un yerlerde birlik bo'lsa ama bu meseleler hal bulunmuyordu. Bu chegara meselesi abaytin degandek bu bir-birisiga chiqishib qolgan jiplarga o'xshash bir mesele. Çünkü ikkilisininki geopolitik nuqtadan bularninki davlat territoriyasi, davlat xavfsizligi cihetlerge bir vasıta tesir gösteren rayonlar boğaşka, bundan vaz geçemeydiğin bir teritoriya boğaşka, bu mesele onda asan el bulmayatıdı. Hoş. Şu sebepten ben eğitimim de bu tokunuşlar devamlılık buluşu mümkün, hem de aldığımızda yani devamlılıklarda bu şekildeki tokunuşlar buluşu mümkün. Ama onda çoğun şekildeki bir uğraşka aldırıp kiriş ihtimali töven de qarayman. Çünkü yeni bir sebebi ikilisi yadro kuralga ega olan devletler urushga kirilib nima qilib qolsa, bularning yadro qurollari agarda albatta ishlatmaydi oldirib, ammo bu-mu ikkisiniki bunda cho'ng bir xarakterlik rasmiy cho'ng urushga kirib qolishning oldini oladigan omillarningki birisi deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Shu xaritadan birinchi qilsak, o'sha
Hadi bir xarit kelsem şu mesela hem de bir xaritiga qaraydigan bo'lsak, mayli bu Mao Aksa için bizningki Sharq Turkiston bilan chegirdosh rayon. Yana birisiga qarasak Arunachal Pradesh. Tibet'ten. Tibet bilan chegirdosh. Bu axborot vositalari davomli holatda shu masalani tilga olgan vaqtida miyada qolib qoldi deyman. Mao rayon mana. Tibet bilan chegirdosh bo'lgan rayon. On taraf Sharqdagi. Hamda buni yani davamlı Xitay-Hindistan chegarasi to'qinishi bo'ldi deb. Mayli bu bizning Sharq Turkiston asli Xitoyning bevosita chegarasi yo'q bu rayonda mesela. Bizning Sharq Turkiston bilan va Tibet bilan bo'lgan narsa. Shu anda bu masalalarga bizlarning bu axborot vositalarida Xitoy-Hindiston chegarasi deb atishimiz xuddi bu zaminni ya Tibetni va Sharq Turkistonni Xitoyning zamini tuproqi degandek bir uqum beradigan masala bo'lganligi uchun biz davomli holatda Xitoy Sharq Turkiston chegarasida Xitoy bilan Hindiston armiyalari to'qinish deb e'lon va Tibetning bu qolsa Tibet Xitoy ya Tibet Hindiston chegarasida Xitoy armiyasi bilan nima bo'ldi degandek. Mushu nuqtalarga sizcha qanday qaraysiz masalani? Xitoy Hindiston chegarasi. Menimcha to'g'ri deb qarayman, chunki biz Ama güçler özünki siyasi nimisi qarta belgileydi bu narsani. Albatta xalqarada o'rtaq kelgan bir ismlar var. Xuddi Xitoylar bizning vatanni Xinjiang deb atagandek, biz o zamanni ana vatanimizni Sharq Turkiston deb ataymiz. Shunga o'xshash bizningmi bir ayrim bir siyasi bir nima bo'lishimizda aktör bo'lishimiz bilan bu masalalarni o'zimizning nuqtasidan ism qo'yib bu narsaga qarashimiz ve tarixchilar ve siyasetçiler şu şekilde ifadeleşimiz mühim deb qarayman, chunki bu bizningki bu meseleге tutgan siyasi pozisyonimizni, siyasi zihniyetimizni ko'z tutib turdi. Yani biz bu meselege agarda Xitoyning degandek anda qo'llasak, Xitoyning nima qilgan narsani qabul qilgandek, xuddi ularning narsani e'tirof qilgandek bunda bir narsa bo'ldi-chu. Amaliyotda biz bu meseleni izchil tatilab turishimiz ve o'zimizning siyasi zihniyeti bilan, maydoni bilan içişimiz to'g'ri deb qarayman. Endi yana bir masala shu, masalan sizdagi xaritadagi shu line of control, mesela amaliy kontrol sizga deb davomli xabarlarda beramiz hamda. Bu nimani ko'rsatdi, shu amaliy kontrol sizga. Xitoy uchun va Hindiston uchun nimani bildirdi bu yerda? Mening buningdan chiq nimam yo'qki ma'nosidan. Xo'sh. Tamam. Unda olsa nima masalaga o'tsak shu. Hamda shu uzun yillik siz yuqorida so'zlab o'tganingizdek Xitoy Hindiston o'rtasidagi bu surkilish davom qilayotgan bir vaziyatda yana Xitoy va Hindiston o'rtasidagi tijoratning rekord yaratganligi, ko'p har xil sohada tijorat bo'layotganligi. Ondan Hindistonning shu Beijingdagi Osiyo ulhaslar mablag' selish bankisining en çok yardımıga erişkisi bulup qilishi nima uchun sizga? Buni nima mesela xalqninki men shu necha kundan buyon shu programma tayyorlik qilish jarayonida Hindiston xalqining 70% Hindistonlik Xitoyni harbiy jihatdan mag'lub qila oladiganligiga ishindi ekan hamda. Haqiqatan hamda nüfus jihatdan o'xshash darajada bo'lgan bilan haqiqatan shundaqmi sizga? Uning kendan shunday bir davlatninki hamda Hindiston nurg'un ish kuchi masalasidami Xitoy bilan qilishmoqdek darajada bu ba'zi sohalarda Xitoydan ortiq hattoki bu texnologiya sohasida. Texnologiya. Shundaq turgan bir davlatninki qandoq bo'lib, ya'ni Xitoyninki shu tilg'alingan merdagi Beijingdagi Osiyo ulashlar mablag' selish bankisining eng chong yordamiga erishib qilishi. Bu masalalarni qandoq tushunasiz? Bu xalqaro munosabatlarda garchi ikki tarafninki o'rtasidagi to'qinishlar bo'lsa-mu, ama bularninki yine ticareti, uçuruşlar, diplomatik uçuruşlar bu yine devam kılıyordu. Mesela bir gün Rusya, Ukrayna'ya bir sıvağın bozma ama bularning devlet xodimlari arbabları uçuruşup meseleni hal qilishga, başka noktadan bağlashga, bu da tüketishga, yakımız davamlaştırışga uçuruşlar bo'lib turadigan gap. Hem de Hindiston bir iqtisodiy tez taraqqiy qilayotgan dunyoning 5-chi cho'ng iqtisodiy kuchi. Xitoy bo'lsa 2-chi cho'ng kuch. Bu yerda ikisining o'rtasida ham raqobat bor, ham nurg'un sohalarda hamkorlik bor, chunki
Çünki Xitayninmi Hindistonga selayotgan mablag'lari bor. Hindistonning nimisidan u yerdagi alayliklardan foydalanib qilayotgan-chu. Hindistonmi bu yerga kelingan Xitoydagi bir o'ziga yaqin bo'lgan iqtisodiy kuchning nimasiga hamkorlashib, o'zining iqtisodiyotini texim surish nimasi bor. Ba'zi nimalarda taxminan 2008'dagi deyman, Yevro Osiyoninki Indo-China deydigan mında bir nimani o'ttirib qo'ygan demasanchi, dunyoning kelgusi kuchi mushu ikkisi birlikda hamkorlashib, dunyoninki cho'ng nim kuchi bo'ldi debchu. Xo'sh. Cho'ng kuchi bo'ldi deb mashtanim qilgandi. Shunga Şun bu yerdeki iqtisadi hamkorliklar bu nima emas, tasarruf hammasi o'ziniki iqtisodiy manfaat nimasidan chiqish qilgan holatda bu yerdeki hamkorliklar davomlashyapti, ammo yaqinqi mayli Amerikaninki Hindistonning shu Trump chiqqandan keyingi Hindistonga bo'lgan strategik ahamiyatining oshishi, anandikin Xitoydagi bu bilan g'arb dunyosiningki munosabatlarning yiriklashga ergishib, mayli Yevropa ittifoqi olsun, mayli Amerika olsun, Hindistan'daki iqtisodni kuchlantirish, Hindistonning bilan bo'lgan savdo aloqasini kuchaytirish, bularning iqtisodiy kuchini kuchlantirish orqali Xitoyga bo'lgan qarshilik kuchini oshirish deydigan bunda bir harakatlarni ko'ryapmiz masalan-chu. Buning Yevropa ittifoqi bu jihatlarda jiq o'ylanayotdi masalan. Xitoydagi shirkatlarning nimasini qurilish, ishlab chiqarish bazalarini Hindiston va Vyetnam qatorliq davlatlarga yetkazsak, bu Xitoyda nima qilayotgan bu azanamga kuch bilan ishlab chiqarayotgan bu bazalarni o'rnini to'liqlay olamizmi yoki shunaqa qilsak yaxshi bo'larmi deydigan bu o'ylanishlar va ba'zi shirkatlar yetkilyapti. Chunki bu Xitoyda uzun mezgil sog'andan keyin u yerda faqat azan ishlab chiqarish emas, ham sotqilimi bo'lgan bozor bo'lgandan keyin-chu. Hindistondagi bu iqtisodiy jihatda bu iqtisodiy mablag' silishda bir necha ojizlik taraflari bor Xitoyga nisbatan silishtirgan chog'da. Bu yerda infrastruktur yo'l aslarlarning nimasida Xitoyda qandaq chiq mablag' silib oya darajada chiq nim qilmoqlik taraqqiy qilmoqlik yerlari bor-chu, kambag'allardan boylik nimasi biroz farqli rayonlar bor. Andan keyin bularning izchil turda bu chet elliklarga ishonmaydigan va chet elliklarga ichilmaydigan bir xarakter var bularning tashqi siyosatida. Shundan keyin bu Xitoy qarta ichilishimizda bu yerda qo'llaydigan amada nimalar siyosatlar Xitoynikida qanday yaxshi emas. Andan keyin yaqinqi bu Xitoyda nima korona mezgili bo'lgan chog'da masalan Hindistan'da bu fursatlar bati mesela şirketlerin oraya götürüp ekledim. Ama Hindistan'da o mezgillerde içki, mukumsuzluk ve aşkırı ırkçı siyasetlerin yürgüsü sebebinden devletçilik, mukumsuzluk ve çeteliklerinin kilişki imkaniyetlerinin tazı kenri olmaslığı bilen Hindistan'ı bu fırsatlarını biraz kolduğumu berip koydu. Ama yine aldı da yeni kilovatı da mesela. Çünkü Amerika'nın yakınlışı, Avrupa'nın, Japonya, Avustralya'nın izchil o'zaro iqtisodiy tijoriy hamkorlikni kuchaytirishi Hindistonni texmi muhim bir aktyorga aylantiryapti xalqaro savdoda va xalqaro geopolitik sohada. Hamda masala Hindiston buni tutamamdi bir savol masalasi. Xo'sh. Xo'sh, unda bo'lsa yana biz xaritaga qaytib kelsak, tafsilroq bo'lgan xaritani chiqaraylik. Mesela bir yerde Tibet meselesi devamlı holatda Xitoyning beshini ortayotgan masalalarning biri. Hindiston Tibetlarning eng qo'llovchilarining biri. Hindistonda Tibetlar qaysi rayonda nüfus qanchalik, siyosiy kuchi qanchalik, bu haqda bir tushuncha olgan bo'lsangiz. Hindistonda bilganlaridek bu Dalai Lama albatta uzun tarixiy munosabatlar albatta bularniki bor. Dalai Lama'nın qechib chiqishi bilan bu Hindistonning bir şehrini to'liq berib, bu yerda Tibet sürgünlük hükümetini bir yerda davom qilishga bir kengir bir o'rin berlik. Mayli bu Hindistondagi geostrategik nuqtasidan bo'lsin, geopolitik nuqtasidan bo'lsin, Tibet Xitoy bilan Hindistonning o'rtasida Xitoyni tizginlab turadigan bir davlat demasdan. Agarda bugun Xitoy Tibetni besib olmagan bo'lsa, Xitoy bevosita bunda chegara to'qinishi bo'lmasligi mumkin. Miyada Sharq Turkistonda bo'lgandan boshqa-chu. Xo'sh. Bu Hindistan'daki xavfsizligi ve ilgili hukukunu qo'g'dashda Tibet naiti muhim o'ringa ega. Shunga Tibetlarninki nimasiga bular naiti muhim deb qaraydi Tibet masalasini kun tartibida tutib turish va buni Xitoyga qarshi ishlatiladigan bir muhim bir vosita deb qaraydi.
Andan keyin Tibetler bilan Hindistonliklarning diniy o'rtaqlik nimasi bor. O'xshash bir Budda diniga e'tiqod qilgan xalq bo'lgandan keyin bu jihatdan bir istatistikka erishish va bu yerda oson yerlashish bir alayidligiga ega. Bu hamda Sharq Turkistonliklarning nimasidan maydoniga qaraganda biroz farqli bo'ladi bizningki ishlarimiz-chi bu yerda. Onun ile kirsak mı buldu? Tamam, buldu. Hoş. Mesela Şarkı Türkistan'daki nimesi qarsak mı xaritiga? Şarkı Türkistan zimini mi bu talışıvatkan 3 tane rayonunki birisi. Bu yerde Xitay bu yana abay degandek bulup askeri sahada, geostrategik sahada nayeti mühim. Hindistan bu zamanni çokum alımız qaytırıp alımız dağıtıldı. Bu ya bizdenki biz elişimiz gerekti. Xitay vermeymen dağıtıldı. Hoş. Hem de Hindistan'da Tibet kartını oynagandek aslında Şarkı Türkistan kartını mı oynaştan taraftarı olan bazı akademikler ve bazı siyasi güçler mi var bunun için? Mesela biraz pragmatik qaraydigan, real siyasetke qaraydigan bu güçler Şarkı Türkistan xuddi biz qandaq Tibet kartını oynagandek Hindistan mı Şarkı Türkistan kartını oynaş gerek ve bunu Xitay'niki aciz tapını bu rayonun nimisini biz qo'llashimiz ve işletişimiz, nim qilishimiz kerak deb bu degan nimalar var ko'p qatimlabchu. Ama buningki amaliyotida o'zimizdanki bu yerga yerlashishi va Hindiston bu yerga yerlashishi Hindiston bilan bo'lgan o'zimizning bu sirtki harakatlarning tashkilotlarning bu Hindistonni qanday qilib bu narsaga qoyil qilamiz va bu guruhdagilar bilan qanday aloqani qurib ularni qanday qoyil qilamiz deydigan bunda bir masala va buningki amiliylashtirish narsa. Chunki abay degandek Tibetlarga istashlik nimasida bir diniy nima bor. Endi bizninkida diniy nima bor, bu biroz to'solg'u bo'lishi mumkin. Endi cho'ng to'solg'u bo'lmaydi, ammo ba'zi ishlarni nim qilishda bir qimmat qarash ba'zi narsalarda to'solg'u bo'lishi mumkin. Ammo Sharq Turkiston masalasini Yevropada ve Amerika'da nimada Şimal Amerika rayonunda aşkandek bunun ikinci meselelerin çoğu işgayışı biz Şarkı Türkistan meselesini Hindistan'da ve etraftaki devletlerde mi kengaytışka Şarkı Cənubi Asiyada kengaytışka ve bir yerde asasımızın silişka ve özümüzün bu Xitay Hindistan münasebetlerindeki mühim bir nimike ekilişimiz gerek küçük yine işletileydiğin bir nimike. Yani bular soraydı yani biz eğer bularını qollasak bizga qanday foydasi var debchu. Yani qarshi tarafdan bizni bir ölçüşü tarazıga silip bulardan Uyg'urlardan Sharq Turkistonlardan qanchalik bir kuch var o Xitoyga qarshi turdiganda deb. Hamda bu real uchuq siyosatda ashuna hisoblaydigan gap hergiz bizning ko'z yoshlarimizga ishinib ketib yordam qilmaydi. Bunun ustiga biz zaten bular bilan diniy nimada ya qimmat qarashlarda pek yaqin xalqlar emas. To'g'ri. Mushada ammo Xo'sh. Mush gapimiz qilayotganda shu ism keldi, men mush qandash xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligininki. Ya ma'rif harakati ma'rif jamiyatiniki. Har yil o'tkazib kelayotgan xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining ismini qilish 2 yil oldidagi yig'iniga deyman. Bir Hindistonlik bir tadqiqotchi mutaxassis qatnashgandi shu yerda. Shu Hindistonda Uyg'urlarning qilishga tegishli nurg'un ishlarni sanab o'tgandim. Mesela dini meselelerimi mesela bir bo'lmagan bo'lsa dini mesele Tibetlarga o'xshash. Yani u yerda qilinishga tegishli siyosiylar bilan bo'lsin, aşağıda bir tashkilotning qurilishi, bir siyosiy harakat elib berishning nurg'un yo'llarini so'zlagandek qilgan shu yerda. Bundan keyin bir yana bunday bir ishlar bo'ldimi mesela qanchalik bir faoliyat qilish doirasi va Hindistonda mesela Uyg'urlarniki. Bence bu imkaniyet işkandan bir teşkilat bugün geçip bilişimçe ve benim közüşümçe to'liq bu Hindiston nimesiga kiremedi deb o'ylayman. Çünkü bir necha ziyoratlar bo'lindi, nurg'un o'xshamagan siyosiy nimedagi ideyadagi tashkilotlar bilan va faoliyatchilar bilan bu bizning asosan bir taroziga sag'ash bizning ko'zitish nimesida bo'ldi deb o'ylayman yaqinqi necha yillarning ichida. Ama Hindiston to'liq şekilde bir Sharq Turkiston tashkilotlariga bir imkoniyatlarni tunib ve tashkilotlarni muvaffaqiyatli holatda bu yerga bir qadam besib masalani to'liq kun tartibga akiladigan holatda emas. Abay degandek Hindistondagi tashqi siyosatdagi xarakterda bular uzun yil tashqi kuchlar tarafidan
mayli Türkler olsun, Mongoller olsun, onunkin Gollanlar, Engilikler tarafından uzun yıllar başkurulgan boğaşka, bularning tashqi siyosatida bunda bir psixologiya varligi. Çetellik işlenmeslik. Nəhayət ehtiyat bilan muomala qilgan. Ya'ni bunda deydi bularni ba'zi xalqaro munosabat tadqiqotchilari Hindiston kichik qadam ilib ehtiyot bilan mangadigan bir buyuk bir fil deydi. Yani nəhayət tashqi siyosatga qalsak, gerçi Angliya, Amerika, Fransiyalarga o'xshash o'zining imperial kuchini, hatto Turkiya mi bo'lsin, bular qadim imperial kuchlar bo'lgandan keyin bularning dunyo vizyoni, mındaq içilish nimasi boshqa bir xil shaklda bir tashqi siyosatning bir psixologiyasi nimasi va ishlash nimasi kültürü. Ama Hindistanning xarakterida bu biraz ehtiyotchan bilan qadam tutayotgan bir nim bor. Buni to'g'ri tushunish kerak. Hindistonni yani to'g'ri o'qishimiz kerak. Andan keyin Hindistonning nimasida abay degandek realistik qaraydigan, bu masalalarga realistik qaraydigan, ananga qo'shilib bir pragmat, aşkari bir gruplar var Hindistan'daki. Bu işkilisi Şərq Türkistan meselesini qollash ve Xitayga karşı işiltish tarafdori. Bunun da elbette Hindistan'daki dini teşkilatlarımı, Müslüman teşkilatlarımı elbette onundan başka Hindistan'ın üniversiteleri, Hindistan'ın tədqiqat merkezleri, onundan başka Hindistan'daki siyasi partiye ve hatta askeri istihbaratlarıcı Şərq Türkistan teşkilatları hazırdan başlap münasebetlerini kuruşu ve bunundan emkarlıkka kirişke hareket kılış gerek. Eğer de kirgenmeyen takdirde kiralaydigan seviyeye kilişke tayi hareket kılış gerek. Çünkü diginimizdeki bu dokunuş tahminen 70-80 yıllık yakın vakitten bu yan bu devam kılıp kilvatıdı ve bu tez süratli mi el bulup gitilgan bir meseleskerlikini körüvatımız. Ama bununki tügümeydigan başına bir neyimiz bu başka biz mi Şərq Türkistanlıklar mı bu meseleye kirişimiz ve Hindistan'da özümüzün siyasi gücünü güçlendirgen halette bu meselede nim kılışımız hatta Şərq Türkistan meselesi gibi bugün Hindistan'daki bu çoğun devletlerini bu meseleye girişimiz gerek. Çünkü dikkat kılsak Şərq Türkistan meselesi de mesela garip dünyası çıkarak avazını çıkarıvatıdı. Bugün Amerika başçılığında bugün Şərq Türkistan nurgun dünyanın bulup atkan faaliyetlerde asasen Amerika'nın kollagan nimeleri yakımız Amerika'nın çıkıvatkan nimeni görüvatımız. Bu bir taraftan faydalık olsa mesela bir taraftan ziyarlık tarafı. Ziyarlık nime degende yani bir devletinin ki yalğız monopol kılışığı nime bulup kalımız, zuçar bulup kalımız. Şuna mesela Fransa'daki, Hindistan'daki, yine mesela Japonya, yani başka nimedeki devletler, Avustralya, Kanada degendek bir neçe devletlerinin bu meseleye tekimi cıqıraq kirişi, Şərq Türkistan meselesi məlum bir devletin ki yalğız bir monopolluk küçük ega oluşunun aldığını ağıl oldu ve bizni asalla setivitediğen Xitay bilen kelişilgan nimege bunun aldığını ağıl oldu. Şuna biz abay degendek Hindistan'da bir yaxşı bir potansiyel bir güç var Şərq Türkistan meselesini etiş ve bu yerda terakki kıldırış için. Sonra bu noktaga dikkat kılgan asasda bizim kademimizni teziltip bu yerda tez hareket başlaşmamız gerek degan tavsiye edemin. Ya hakikaten bu şimdi noktaga dikkat ettiniz mi şu? Bizde hem bulup mu mesela o Hindistan'da mı gayet zor Müslümanların sanın bekçik hem de. Bu yerde bizlerninki hem meyli burun Pakistan'da okuyanlar olsun ya ularning tilini ana tilden yaxshilaydigan yetişken nurgun adamlarımız var. Hem öz vaqtidagi mutaxassislar ama şu vaqtda so'zlaganda hakikaten nurgun yuchuqning barligi hem bulupmu bugünkidek vaziyatda Xitoy Hindiston o'rtasidagi bundaq to'qinish bo'lib atgan bunda vaziyatda cho'qim unda yuchuqlarning ko'p echilishi yiroq emas bu masalan ham kelgusi shu yerga bir chektur bir undash belgi so'rab qo'yay ogohlantirishimizda chunki ba'zi narsalarni ochiqroq deganimiz yaxshi deyman. Hindistan'daki en ihtiyat kıldığı nimeninki birisi şu halkaradaki radikal İslam nimesinden yani terörizm nimesinden çık ensireydi bu da. Mesela Afganistan nimesi olsun ve özünki Pakistan bilen bugün tokunuştu olsun bu yerde izchillikte Pakistan mı özünün bu güçlerden paydalanıp Hindistan'a nimelip belirgilik zarbelerini berip gidik. Bu neside mesela müşkil ideyadaki nime bilen kirsek biraz mesela şer'i devletlerini kurumuz deydiğen mahıl şekildeki
vizyon bilen kirişni ekirmeslik gerek deyim ben. Yani bizge bir mesela o çünkü bu siyasi nimelde uçuruş boğanla soraydı. Yani sizlerden vizyonlar kandak, sizler kaysi misyondaki kelgisi kandak devlet kuruslar. Elbette bizdeki dinimizge, kıymet karşımızga, itikadımızga hürmet kıldı ama kurulduğun devletinki karakteri ve vizyonu bula siyasetçiler dikkat kıldığın bir narsa. Yani manda mı öyleydi? Tamam biz Şarkı Türkistan'a yardım kılaylı, Xitay'a karşı kılaylı. Ama bula müstakil olan ikinci Afganistan bozcu. Mesela nim kılamıgan Orta Asya devletlik mağlup boğan manda bir nimeler bulur bozcu. Bu bizge materpimge Afganistan'ın miyadi Pakistan'ın üstünde Şarkı Türkistan'daki bir nim boğan manda şekildeki bir manga tehdit yetkizdiğin qattiq bir ilaqi qattiq demez. Biz xalamaydigan bir diniy davlatlar bo'linib qolsa bu biz uchun bu bir tehdit bo'ldi ekan deb mundami o'ylashi mumkin-ku. Xo'sh. Biz masalan muhofizkor harakat imkon chog'da bu narsani to'g'ri qo'yishimiz kerak. Ya'ni Sharq Turkiston tashkilotlar birligi biz bu yerga kirgan chog'da o'zimizningki davlatchilik nimasiniki qandaqki bir ilaqi radikalizm yoki nima emas, aksincha bir demokratik sistemni asos qilgan holatdaki bir davlat sistemasini buningda barobarlik, qarindoshlik va mushu qimmat qarashlarni asos qilgan holatdaki qonun bilan boshqariladigan bir davlatni qurishni xohlaydiganligimizni va Hindiston bilan bir xalqaro qonun emasda yaxshi bir qo'shni bo'la oladigan bunday bir nimani berishimiz kerak. Xo'sh. Ya'ni tushunishlik bo'ldimiki gapim? Tushunish bo'ldi, yaxshi dedingiz. Haqiqatan ham Tibetdek bir Tibetni Xitoyning ishg'ol qilgan bir davlat ekanligini, rayon ekanligini bilgan, uni e'tirof qilgan Hindiston o'xshashli Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan ishg'ol qilinganligini bilmaydigan yer emas-ku. Uni e'tirof qildirish, u yerga olib kelish mencha tasavvurimiz kerak, yani uni biraz kuchli bir siyosat qilish masalasida Muşiyede mesela hazır Nimo bir e'lonni berib bitay. Mesela Sharq Turkiston tuprog'iniki mesela besvilangan zeminde buningki xalqaro qonunlar bo'yicha qandaq mustaqil bo'lish yo'llari va deydigan bir kitap chiqdi oldimizda. O'tgan Mushayning 15-kuni buni Ruqya Turish xonim yozdi. Buningda bu nihoyat yaxshi tushuntiruvlik. Mesela bu kitaplarniki mesela Hindistondagi mushu davlatlarga atrofdagi Xitoydan chegara olgan davlatlarga tushirish orqali bizning xalqaro qonun bo'yicha qandaq bizningki huquqimiz borligi va bu zaminning xalqaro qonun bo'yicha qandaqki Xitoyning bir parchasi emas, aksincha bir besvilingan zemin ekanligi, Xitoyni qonunsiz holatda askariy kuch bilan besvilib buni mustamlika rayoni qilib tutib turayotganligini va qandaq shaklda Sharq Turkistonliklarning davlat qurish bir iradəsinin bağlılığını, qandaq bir vizyonun bağlılığı bu kitapda nəhayət yaxşı düşündürülük. Bu kitaplarını biz Hindistan olsun, başqa qərb dövlətlər olsun, uçuşlarımızda bunundakı ideyalarını aldığı sürüş arqılıq Şərq Türkistan məsələsini bunundakı siyasi fəaliyyətçilikdən siyasi bir dövlətçilik zihniyətinə və yuqarı nimige dövlətçilik hərəkətinə götürüb hərəkət qilishimiz kerak. Xoş, doğru dediniz. Xoş, endi biz bu masalalarga Xitoy-Hindiston munosabatiga ham Hindistondan Xitoyga masalan ba'zi masalalar beqinib ketish masalasida buni g'arb dunyosida qanday qaraydi degan bir savolim bor. Chunki masalan Amerika prezidenti Joe Biden Hindiston bilan bo'lgan munosabatni 21-asrda Amerika uchun eng muhim munosabat deb atagan bo'lsa-mu, Hindiston hozirgacha g'arb davlatlari o'ch ko'rayotgan davlatlar bilan yiqilishayotgan bir vaziyatni analizchilar buni so'zlayotdi. Mesela Rusya'dan aldığan Hindistan'ın ham neft meselesi miktarı urushdan burun, Ukrayna urushidan burun 1%'e mi yetmeydi ekan. Hazır onun ham eşyalarından 20%'i yani Rusya'dan aldı ekan hem de hazır Hindistan. Bu İran münasebeti, Hindistan-İran yıkılışları meselesi olsun, g'arbni bir aram qo'yatgan. Bermadagi hakimiyet, terbiye hakimiyet bilan bo'lgan münasebeti Hindistan'ın. Degandek bu meselelerin hammasi hem de g'arbni bir aram qildigan masala. Bununla mesela g'arb dunyosi qanday qaraydi bu masalaga? Hindistonda o'ziga tatib, bo'lib Xitoyga qarshi turish masalasida kelgusidagi bir cho'ng bir kozirda hamda g'arb uchun Hindiston. To'g'ri, albatta Hindistonniki bu Xitoy qarshi kuchayotgan
ve dünyayı tehdit şekillendiriyotgan Xitayga qarata Hindistan nəhayət mühim bir aktörninki birisi. Bu sebepten Amerika nəhayət çıxni dep ketdi bunu. En axırı qıtım çıxan dövlət xavfsizlik strategiyasımı Hindistandaki ehmiyetlik mühim rolga ekanligini bunu ta'kidlab qilgan va buning bilan hamkorlik to'g'risida to'xtalgan nuqtalar va masalan Amerikaniki deganimizda Hindistanning birinchi askariy taraqqiyotda mudofaa sistemasini asos qilgan holatda kuchlantirish, ya'ni Xitoy hujum qilib qolsa Hindistonniki yaxshi shaklda bunga javob bera oladigan bo'lishi. Ikkinchisi Hindistonniki iqtisodiy va tijoriy kuchini kuchlantirish orqali Xitoyning nemisiga siyosiy iqtisod kuchi orqali bisim qiladigan bunday bir şey narsaga tushib qolmaslikning oldini olamiz. Üçüncüsü, anandikin Hindistan'daki siyasi texnologiya kuchini kuchlantirish orqali Xitoy bilan texim yaxshi taraqqiyotni qildigan va Xitoyniki super atak, super hujumlar deymiz, yuqori texnologiya bilan tor nimizdanchu. Tor hujumlar. Buningga qarta yaxshi javob berish nimisini kuchlantirish, anandikin 4-chi jihatda xalqaro nimalarda institutlarda sistemida bu Hindistonniki Xitoy bilan bo'lgan qarshi kurashda izchil Hindistonni kuchlash orqali Xitoyga besilib qolmaslik, Xitoyda ustun holatda kelishgan qilamiz. Shu to'rtlik tarafni to'xtaldi Amerikaniki ba'zi davlat institutlaridachu. Amerika shu qadamlarni oldimizda qilishi mumkin. Ondan keyin G'arbning nimasiga qarasak, G'arbmi izchil bu nima urush boshlangandan keyin koronavirus boshlandı, oxirlashdi deymiz. Andan keyin Rossiyaniki Ukrainaga kirgan urushning boshlanishi bilan bo'lsin. Bu dunyoning nurg'un ta'minlash zanjiri, ishlab chiqarish bazalari, andan keyin materiallarning xam ashyoning yetib kelishi, andan keyin buning qarta Xitoyning o'zining askariy taraqqiyotini kuchlantiramiz degan signallari va buning amaliy isbotlari bu orqali endi Tinch okean nemislimi bir necha Yevropadagi davlatlar e'lon qildi. Andan keyin Xitoy nemisi qarta tahdid qarta javob beradigan Xitoy strategiyalarini e'lon qildi. Andan keyin buning hammasida masalan chiqib ketgan chaqda mayli ta'minlash zanjirida bo'lsin, mayli siyosiy, iqtisod va tijorat nimalar bo'lsin, Hindistonmi Yevropa uchun muhim bir o'rinniki birisi. Ya'ni abay deganimizdek ishlab chiqarish bazasini Hindistonga yo'tkash va bu orqali Hindiston bilan bo'lgan tijoratni oshirish, dunyoning mol ishlab chiqarish bazasini Hindiston va Sharq Janubiy Osiyodagi davlatlarga yo'tkash orqali dunyoning ta'minlash zanjirini ishlab chiqarish bazasini kapolat ostiga olish. Chunki Xitoy bilan ko'rilayotgan bir to'qinishning jiddiylashayotgan va tezlashayotgan bir to'qinishning iznasini ko'ryapmiz, amaliy harakatlarni ko'ryapmiz. Buningdan chet el shirkatlari chiqib ketish uchun chuqur Xitoyga o'xshash keng noposijiq, ammo bu yerda chet elliklarga imkoniyatlar yaratilgan va infrastruktur, ulaslar yaxshi bo'lgan, texnologiya, aloqa nimalar yaxshi bo'lgan yerlarni yasab chiqishimiz, hozirlashimiz kerakda. Bu Hindistonni merkez Kanada'da başka devlet, Şarkı Basiyadaki bazı devletlerin kanıtı bunu kim küçeytiyordu. Elbette Japonya olsun, Avustralya olsun, bular mı Hindistan'a ehmiyet verip özündeki kuvvetli hamkarlık olsun. Bularni küçeytiş orqali Xitoy tehdidiga qarshi turishga bir sharoitlarni hazırlayot, yine Hindistonni kuchlantirish orqali Xitoyga taqabul tura oladigan bir kuchni vujudga o'ttirib chiqish uchun bu holatda Hindiston kuchayotgan Xitoyni tizginlaydiganga muhim bir nuqta. Endi shundoq jiq imkoniyatlarga rahman shuningga qarshi yana Hindiston nima uchun ba'zi narsalarda G'arb bilan o'xshash maqmayotdi degan narsalarni savol keladi albatta. Masalan, Ukraina urushda hozir qadar Ukrainani tanqidlamadi. Ukrainani tanqidlamadi. Ukraina tarafda turmadi. Rossiyani mi tanqidlamadi? Aksincha Rossiyaning satgan xam neft nimisini arzon baho delib o'zining energiya manbasiga nimisini ehtiyojini to'liqladi va uni olib boshqa davlatlarga setib texnik iqtisodiy foyda qozondi. Bununla mesela Amerika olsun, Blinken'inki bir görüşken nimiste, uçuruşta Hindistan Tashqi ishlar ministriga deydi. Biz Rossiyadan aldığan energiyamizni, energiya manbalarimizni kesdik. Şunu Hindistanmı sizlarni kesishinglar kerak deb ashlan degan bir gapi bor. Shu bunga bu Hindistan Tashqi ishlar ministri degan chiroyli bir gapi bor, javobi bor. Sizlarning aldığan neftinglar umumiy kiradigan import qilgan neftinglarning 1% deydi.
Sizler onu kesemse kesmemse siz Amerika'nınkin energiya ihtiyacı ondacık təsir qılmaydı deydi. Bizge bu sözünü ügütüştün burun özanlarındaki ittifaqdaşları Avrupaga dаңlar deydi. Uruş qanchalik nechilik bo'lib ketdi, davom qilyapti, ammo yana sizlar bugunga qadar sizlarning Yevropadagi ittifoqdoshlaringlar Rossiyadan yana davomli turda neft va tabiiy gazni ilyapti. Ular tashlagandan keyin andan keyin biz buni o'ylashga bo'ldi. Biz Hindistonningki energiya xavfsizligini kapolat qilish degan shu nuqtadan chiqgan holatda bunda harakat qilamiz deyapti. Ammo Mao G20 deyman, nimada xatolaşmasam, O'rta Osiyodagi Mao Shanxay hamkorlik tashkilotining uchrashishida bu yerda Modining Putinni bir ayblagan nimasi borligi so'zichi ochiq qoladi. Bugun urush qildigan davr emas deb yana bir nuqta aytganda, garchi Hindiston Rossiyani ochiq ayblamagan yoki qo'llamagan nim bo'lsa-mu, foydasini olayotgan bo'lsa-mu, ammo bo'layotgan urushdan bearamligini ko'rgili bo'ladi masalan-chu bu yerdan. Ya'ni Putin bu Modininki bu bo'layotgan urushdan, bu tajovuzchilikdan bearam ekanligini bo'lsa, buni urushning tugishini xohlaydigan bir istikini ko'rgili bo'ldi buning so'zidan-chu. Yani Myanmar'ın meselesi kelsak bu yerde elbette Avrupa İttifakı'nın bir tarafı tutamıdı. Bu yerdeki mesele Hindistan'ın o yerdeki yarasındaki baylıklardan alıdığan bir menfaat noktaları oluşkan. Mesela bu mu Xitay'ın elbette bu yerdeki baylığı gözüşüldük. Bu yerde mu Hindistan eksençi halkaradaki bu kollaşık tegişli gruplar emas, eksençi o kırgınçılıkını kılıvatkan ya da zulüm kılıvatkan grubunun yine de turuşu bu yani xalqaro munosabatdagi davlatlar o'zining hissiyotiga yoki nimasiga emas, balki o'zining davlat oliy manfaatini chiqish qilgan holatda harakat qildi deydigan so'zi bor-ku. Şu bu nuqtani aytaylik, uchuq ko'ra olamiz, ya'ni real siyosatning yuzini ifodalashni xalqaro siyosatda. Bu nuqtalardan Hindistonninki o'ynagan rolini mashna tushunsak bo'ladi. Xo'sh. Ko'p rahmat, haqiqatan yaxshi aytib berdingiz. Ruqiya xonim kelib qo'lanmadi. Qaraganda yo'lda texa qilib qo'lanmoq o'xshaydi. Programmamiz hozir oxiriga kelib qoldi. Unda bo'lsa, shu yuqorida butunlay tilga elingan so'zlangan shu nuqtalarni hammasi albatta yuqoridagi so'zingizdan ancha tilga oldingiz. Umumiyatning yaqin yiroqni ko'zga vaqtimizda bu Xitoy Hindiston munosabati G'arbning bu yerdagi ko'zi mushtan hammani ko'z oldimizga kelgan vaqtida Sharq Turkistondagi bugungi va kelgusidagi masalaga qanday ta'sir ko'rsatdi Sharq Turkistonga bu vaziyatlar? Shundan tugatsak. Endi Sharq Turkiston masalasi albatta Xitoyning bir yumshoq qarni. Nurg'un davlatlar Xitoy bilan bo'lgan munosabatda diplomatik holatda bir siyosiy holatda qo'llab qo'yishni buni ko'tarib chiqish orqali Xitoyni bearam qilib o'zining yetmek çoğun nişanlarına nim qilishni ko'tiryapti. Ko'pincha davlat qarsak amaliy, ya'ni guldirmamajıq, yomg'ir yog'ayotgan narsa az. Shu. Albatta qonunlar chiqdi, irqiy qirg'inchilik deb tonidi, ammo irqiy qirg'inchilikni to'xtatilgan amaliy qadamlar besilg'ini yo'q. Nurg'unlagan qonunlar chiqdi, ammo buning amaliyleşida aşı davlatning o'zininki şirketlari bu qonunlarning to'liq ijro qilinishi uchun to'salg'i bo'layotgan, tormoz bo'layotgan masalalarni ko'ryapmiz. Bu davlatlarning nimasini, bu yerdagi davlatlarning o'rtasidagi munosabatlarni ko'rish bilan birga, bu yerdagi taraqqiyotni va buning Sharq Turkistonga qanday ta'sir qildi degan. Biz eng oldi bilan qildigan masala Sharq Turkistonliklarimiz chet eldagi albatta vatanning ishida hozir bir narsa qilish imkoniyatimiz yo'q. Chunki vaziyat hammamizga aniq. Chet eldagi bu Sharq Turkiston xalqiga vakolatan ish qilayotgan tashkilotlar o'zininki ul asarlarini tashkiliy kuchini muassasalashishni va tashkilotlarningki professional rasmiy siyosiy nimaga ega bo'lgan insoniy odam kuchini buni yaratib, ya'ni tashkilot zihniyatini aktivistlik, ya'ni faoliyat zihniyatidan emas, davlatchilik zihniyatiga o'tgan asosda bir umumiy harakat qilishga, ya'ni passivib harakat qilishga, ya'ni tashkilotchilik urushiga kirib qolmagan asosda-chu. Ya'ni
Albatta nurg'unlagan necha xil tashkilotlar bor, o'xshamagan siyosiy ideologiyalardagi, ammo bu bizningki o'zaro tanqid qilishimiz, bir-birimizni ayblashimiz bo'ladi. Ammo bugungi bu muhim vaqtda har kim o'zining tashkilotlarini eng yuksak shaklda muassasalashish va sistemlashtirishni qadamini bosish bilan birga o'zaro ichki urushdan saqlanish kerak. Chunki bu Xitoyga foyda bo'ladi. Ammo raqobatlashish, bir-birimizning xatoligini ko'rsatish orqali texmi yaxshi taraqqiyot qilg'ili va raqobat ostida taraqqiyot qilg'ili bo'ldi. Buni saqlagan asosda buni qilish orqali uchirgan mayli g'arb davlati olsun, mayli Yevropa ittifoqi olsun, Amerika olsun, Hindiston ya boshqa davlatlar olsun, Sharq Turkiston masalasiningki, Sharq Turkiston xalqininki faqatlamki namoyishlarni qilib qo'yish yoki bo'lmasa chiqib bayonot e'lon qilib qo'yish yoki bo'lmasa nimalarni qilish emas, ko'rgazmalarni qilish emas, aksincha pasışıp oynayalıydıgan bir aktör küşkümü kilerligenlikini kösüşümüz gerek. Hazır boğallıkımızı kösüşümüz gerek. Milli iradeninki, müstakillik milli iradesinin tayya boğallıkını bunu oturuğa koyuşumuz gerek. Abay degendek muasseseleşiş adamlarımızınki halkara seviyede oynayalıydıgan bular bilan tang deyishib masalani to'g'ri anlatib qilalaydigan holatga akilishimiz kerak. Bu masalaninki mayli fursatlar bizga ishga ochilsin yoki bo'lmasa ishlar taqilib nurg'un davlatlar Xitoylar bilan kelishib bo'l Sharq Turkiston masalasini ham qilmaymiz, ochmaymiz, Tibet masalalarini sizlar bilan kelishimiz, sen mayani so'ra, biz ayani so'raylik deydigan mandami bir ta'tir qilgan siyosatlar paydo bo'lib qolishi mumkin. Bunda ehtimolliknim yo'q degil olmaydi. Şuna mayli yaxshi zaman, mayli nachar bir davrlarning siyosiy atmosferaninki nimasiga tayyorlik qilgan asosda o'z kuchimizni kuchlantirish va buning bilan birlikda oldimizga texmi bizga ichilayotgan bugungi ko'rinishda fursatlarga javob bera oladigan va bu fursatlarni tuta oladigan bir kuch nimasiga akilishimiz kerak. Bu bizningki buningki Sharq Turkiston davosini davasının muvaffaqiyatli holatda mustaqil bo'lalamdi, buningga bevosita ta'sir ko'rsatilgan kuchlar. Agarda biz yana bugungi holatligimizni bo'yicha mangaylaversak, bu fursatlar qechib ketadi bugungi ko'ringan holat uchun. Shunga hamma tashkilotlar nihoyatda jiddiy holatda bu islohotlarni qilishi va umumiy bir strategiyasini tuzib chiqib, bu oldimizgi yuqori siyosatga, yuqori resmi bir davlatchilik zihniyatidan qiladigan ishlarga qadam bosishi va tayyorlik qilish kerak. Albatta bu yerda Amerikaninki Xitoy bilan bo'lgan munosabati, Hindistonning Xitoy bilan bo'lgan munosabati, bu yerdagi ta'minlash zanjirlari, bu yerning Rossiyadagi urushlar, Xitoyning ichki siyosati, bu hammasi bizning da'voning nimasiga muhim omillar. Ammo bu omillarning hammasiga javob berish uchun mayli yaxshi, mayli nachar cevap veriş için özümüzdeki içindeki hazır bir sonraki bununla bir göçlerini bir kaplaşımız gerekiyor. Yani kaplagan çağda bu bir toluk mağalaydıgan bir neme gidişimiz gerek. Hoş. Yani dünyanın nurgun terakki kılıvatkan kesipleri, sahaları var, nurgunlagan ilgar üniversiteler var. Bu yerlerdeki ballarımızın yukarı nemeni közlegen asasında okutuş, terbiyeleş, Sharq Turkiston milli kimlikini yetiştiriş, ma'rifning nimasini kuchlantirish, nurg'un qiladigan ishlar bor buningki nimasidir-ku. Shunga bu saviyalarga kelmagan asosda bizga oltindek fursatlar kelsimi, buni qochirib qo'yishimiz mumkin. Masalan, Abaytin degandek biz qaysi xil nimalarni o'ttirib qo'yishimiz kerak Hindiston bilan ko'rishgan chog'da-ku. Diqqat qiladigan nuqtalarimiz qaysi? Bu muzokaralar bo'linishi kerak. To'g'ri. Şu umumiy nuqtalarni imkon holatda tayyorlik qilsak yaxshi bo'ladi va bu Sharq Turkistonning kelgusi mustaqillik nimasiga ta'sir ko'rsatgan omillarning eng muhimi deb qarayman. Ko'p rahmat, haqiqatan aytdi. Yaxshi so'zladingiz. Allah razı olsun. Programımızda qatnashganingizga. Sizlarga rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, vaqtimizning yetganicha paranglashishga tirishdik. Ruqiya xonim kep bo'lamidi, inshaalloh boshqa bir suhbatda bo'lamiz. Hakikaten ahirdeki nokta şu Nicat efendim oturup koygan şu bütün bugünkü gündeki şunçilik küçeygen Sharq Turkiston davası meselesinde her qaysi teşkilatlarının ki yani tayyorliginin başkalarımı bizim sırtın gözetküçülerimi biraz bizde hakikaten sözlep ötkendek yani bizim halkımızın
bu mustaqillikqa, bu vatanga loyiq bir saviyaga yetganligini his qilalishi kerak. Biz his qildirishimiz kerak uni. Afsuski, endi shu nurg'un tashkilotlar va dunyoning har qaysi joylarida ichki masalamizni hammasini hamma xilma-xil sohalarda xizmat qilayotgan bo'lsa-mu, shu sohada o'zingning qilayotgan xizmat sohasida butun kuching bilan yuqori shaklda qilishga tirishqin. Ammo umumiy millat birlikda qiladigan, ittifoqlashadigan ya kelgan vaqtida oqdim, ko'kdim demay hammasi bir yerdan yig'ilsa, uyul tashdek bir mush bo'ladigan vaqtida sirtdagi har qanday davlatmi va boshqa nimaga bergan surtimiz, shaklimiz ma'lum birlashadi ekan. Mayli har qanday bir tushuncha fikrda xizmat qilishingdan qat'iy nazar, masala davlat, bu millat, vatan, Sharq Turkiston masalasi tilga ichilgan hamon hammasi bir yerga keladi ekan, o'zining har xil fikrlarini tashlab qo'ya oladi ekan degan nuqtaga kelishimiz kerak aslida. Bir cho'ng bir davlatni ochib turib, bir faoliyatni Sharq Turkiston Cumhuriyetini tabriklaydigan bir faoliyatni masanga birlashib qilolmasang, uning keyin qaysi birlik, qaysi mustaqillik, qaysi vatanning masalasini tilga olishga hijlanmasdan deyalaysan buni degan nuqta biz millatimizning ichidagi har bir shaxsning ko'ngliga kelgandek qarshimizdagi har qanday bir davlat yashayotgan bo'lishimizdan qat'iy nazar shu yashayotgan davlatimizdagi siyosatchilarning zihniga allburun kelib bo'lgan narsa. Sen oldi bilan o'zingning ichida birlashgan deydi vaqtida. Bir davlatning ichida turib parcha-parcha u yerda bir-birimizni yaratmagan shaklda ish qilish. Bu vatanda ayada qatliam bo'layotgan bir vaziyatda bu ichki nizolarimizni, kelishilmasligimiz, fikrimizdagi o'xshamasliklarning hammasini bunda umumiy faoliyatlarda, umumiy ishlarda hammani cho'rib tashlab etib 2 soatlik, 3 soatlik yoki 1 kunlik faoliyatga birga keladi-sa, vatan uchun deb bayroqni birga tuta olsa, ondan bir ish ro'yobga chiqqan gap. Bu albatta butun dunyodagi tashkilotlarning beshidagilar eng boshda o'ylanadigan masala. Xalqimizni bu shaklda parchalab bir-birisining keyindan gap qiladigan bu ig'ir ichinishlik vaziyatni tugatish kerak. Xalqimiz uni ko'tarmaydi, Sharq Turkistondagi xalq. Yashayotgan xalqimizning holini hammamiz demasak ham bilamiz. Kallimizda haqiqatan silkib etishga tegishli masalalar noyatijiq. Alloh shu to'g'ri tushuncha ato qilsin deb tilaymiz. Alloh umr bersa, yana bir qatimliq suhbatda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.